O'qishga kirganingizda ota-onangizni emotsiyasini tasvirlab bera olasizmi? Qanaqa xursand bo'lganlar? Buni tasvirlab bo'lmaydi. Juda xursand bo'lgan. Hozir bizda shunaqa xursand qilish imkoniyati bor, bilasizmi? Qanaqa demaysiz? Telefon qilib yaxshi ko'rishimizni aytamiz, a? Qani telefon qilaylikchi. Alo. Hozirmi? Ha, ona yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Ha, ona sizda gapim bor edi. Ha, gapim kuzim. Sizni yaxshi ko'raman. Voy jonim meni yaxshi ko'raman kuzim. Rahmat hammasi uchun. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam o'ltirib